Davom etamiz. Shu kunlarda mamlakatimiz bo'ylab tamaddun, madaniyat va ma'rifat mavzusida ma'rifat karvoni targ'ibot tadbirlari o'tkazilmoqda. Uning doirasida poytaxtimizdagi Islom sivilizatsiyasi markazida ilmiy amaliy seminar tashkil etildi. O'zbekistondagi Islom sivilizatsiyasi markazi yana bir bor mamlakatimiz olimlarini bir nuqtaga jamladi. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyev g'oyasi va tashabbusi bilan bunyod etilayotgan O'zbekistondagi Islom sivilizatsiyasi markazi ekspozitsiyalarni boyitish va bu boradagi ishlarni yanada jadallashtirishda respublika olimlarining fikr-mulohazalarini tinglash uchun ilmiy amaliy seminar tashkil etildi va u juda qizg'in muhokamalarga boy bo'ldi. Seminar 6 ta sho'balar, ya'ni Islom sivilizatsiyasi markazi muzeyining Qur'on zali, Islomdan avvalgi davr sivilizatsiyalari bo'limi, birinchi Renessans davri, ikkinchi Renessans davri, O'zbekiston 20-asrda yangi O'zbekiston, yangi Renessans poydevori bo'limlari, markaz kutubxonasi yo'nalishi bo'yicha loyihalari taqdimoti kabi yo'nalishlarda o'tkazildi. Seminarni O'zbekistondagi Islom sivilizatsiyasi markazi direktori Firdavs Abduxoliqov va Respublika ma'naviyat va ma'rifat markazi direktori Otabek Hasanov kirish so'zi bilan ochib berdi. O'tgan yil xuddi shunaqa paytda birinchi olimlar forumini tashkillashtirgan edik. Eslaringizda bo'lsa agar. O'sha forumda hurmatli prezidentimizga chiroyli murojaatnomani qabul qildik va o'sha murojaatnomada va'da berdikki, biz sizga buyuk g'oyalaringiz atrofida Islom sivilizatsiya markazini barpo etishda yo'lida qolaversa ushbu maskanni, ushbu buyuk dargohni mazmunli kontent bilan boyitirishga kamarbasta bo'lamiz, yordamchi bo'lamiz deb shunaqa va'da berdi. Mana shu yo'nalishda bosqich mana amalga oshiryapmiz. Va'dalarimizni kelinglar, mana shu sahamizni yana birlashtirib, qolaversa shu oldimizda turgan vazifalarni yuqori darajada amalga oshirsak. Maqsad bitta, eshikdan Islom sivilizatsiyasi markaziga kirgan odam chiqib ketayotganda umuman boshqa dunyo qarashmi, olimmi, oddiy fuqaromi bir xil ta'sir qiladigan usullardan va eng muhimi zamonaviy texnologiyalardan maksimal darajada foydalanishda ishlayapmiz. Xato qilishga haqqimiz yo'q. Shuning uchun 200 ga yaqin olimlar bilan bahs, munozara bo'lyapti. Shundan keyin har bir sho'bada ishchi guruh a'zolari o'z yo'nalishlari bo'yicha olib borilayotgan ishlar xususida axborot berishdi. Markaz muzeyining eng asosiy qismi hisoblangan Qur'oni Karim zali bo'yicha muhokamalar ham qizg'in davom etdi. Qur'onni zaliga 114 ta qo'lyozma Qur'on qo'yiladi deyiladi. Nimaga 114 ta? Chunki Qur'oni Karimning ichida 114 ta sura bor. O'shanga moslab buyuk ajdodlarimiz bizlarga qoldirib ketgan, yozib qoldirgan qo'lyozma Qur'onlarni hozir saralab qo'ymoqchimiz. O'sha nimalarga Xudo xolisa buni butun dunyo ham bilsinki, bizni yurtimizga islom dini kelgandan beri qanday ishlar qilindi. Birinchi Renessans davri sho'basida olimlar markaz muzeyining mazkur davrga oid ekspozitsiyalarni joylashuvi bo'yicha dizaynerlar tomonidan berilgan takliflarni muhokama etdilar. Birinchi Renessans davrida, demak, ekspozitsiya asosan 7 ta kapsula shaklida qilinyapti va shulardan birinchi 3 ta kapsula islomni Markaziy Osiyoga, ya'ni Movarounnahrga kirib kelishi va islom ilmlariga bag'ishlangan. Islom ilmlarida bu yerda demak o'sha tafsir, hadis, kalom, fiqh va tasavvuf mana shu mavzularga oid bo'lgan ekspozitsiya qo'yiladi. Yana 4-5 kapsulalar bor. Bular asosan aniq tabiiy fanlarga bag'ishlangan. Yangi O'zbekiston, yangi Renessans poydevori yo'nalishi bo'yicha muhokamalarda esa markaz ekspozitsiyasida diniy, milliy tarixiy qadriyatlarimizni hozirgi davr bilan bog'liq jihatlariga alohida e'tibor qaratilayotgani ta'kidlandi. Yurtimizdagi yoshlarimiz shu 3-Renessans, ya'ni yangi O'zbekistonning bir yangi Renessans davridagi bir boy tarixiy merosi bilan birgalikda hozirgi kundagi aynan amalga oshirilayotgan islohotlar ko'lamini kengroq tushunish. Aynan bu biz O'zbekistondagi Islom sivilizatsiya markaziga tashrif chog'ida islomgacha bo'lgan davr, o'sha 1-2 Renessans davri 20-asr bilan bog'liq bo'lgan tarixiy takomil bosqichlarni ko'rishimiz mumkin. Shu bilan birgalikda hozirgi davrdagi O'zbekiston qanday bir ishlarni amalga oshiryapti degan ma'nodagi bir savolni javob olish uchun aynan shu ekspozitsiya ham tashkil etilgan. Ikkinchi Renessans davri bo'yicha ham olimlar markaz ekspozitsiyasini boyitish bo'yicha yakuniy bosqichga kirgan loyihalarni muhokama etishdi.
Xulosa qilib aytganda, davlatimiz rahbari tashabbusi bilan bunyod etilayotgan tariximizda ilgari bo'lmagan ulkan va noyob mega loyiha boy ma'naviy merosni targ'ib etishga qaratilgan bo'lib, mamlakatimiz tarixi va madaniyatini, intellektual va ma'naviy salohiyatini asrab avaylash va boyitishda, shu asosda yosh avlodni milliy va umuminsoniy qadriyatlar ruhida tarbiyalab, jamiyatning moddiy va ma'naviy taraqqiyotiga hissa qo'shishda muhim ahamiyat kasb etadi. Doston Ismoilov, Azimjon Qahramonov, Abdulloh Sulton Xo'jayev, Zamon informatsion tahliliy dasturi uchun.